Bu videoda muhim bir mavzu haqida gaplashamiz. YouTube'dagi kommentlarni o'qiyapman. Ko'pchilik Telegram akkauntiga kirishda muammolarga duch kelyapti ekan. Ba'zilar shoshib akkauntidan chiqib ketgan, ba'zilar esa xayoli boshqa joyda bo'lib, ilovasini o'chirib yuborgan va shu kabi muammolar. Akkauntga kiraman desa, Telegram kod so'rayapti va kod kelmayapti. Hozir buni qanday hal qilishni ko'rib chiqamiz. Menda Telegramning original ilovasi va Plus Telegram bor, ko'rib turibsiz. Hozir Telegramda ham, Plusda ham akkauntimdan chiqib ketaman. Birinchi bo'lib Telegramdan boshlayman. Xo'p, Telegramga kiraman va Settings bo'limiga o'taman. Va tepada ko'rib turibsiz, o'ng burchagida 3 ta nuqta bor, shuni bosaman. Bu yerda esa Logout degan buyruq bor, ya'ni Logout bossak, biz shunchaki Logout qilmoqchimiz. Shuning uchun eng pastdagi qizil knopkani bosamiz va bu yerdan Logoutni bosamiz. Mana ko'rib turibsiz, Telegramdan butunlay chiqib ketdik. Endi bu ishni xuddi Plusda ham bajaramiz. Plusga o'tamiz, Nastroykaga kiramiz, Settingsga ya'ni. Bu yerda ham tepadagi 3 ta nuqtani bosamiz va Logout. Bu yerda ham Logout qilamiz va mana Plusdan ham chiqib ketdik. Logout qilish bu Telegram ilovasini o'chirib yuborish bilan deyarli bir xil holat bo'ladi. Endi esa Telegramga kirishga harakat qilaman. Birinchi bo'lib Telegramdan boshlayman, ya'ni ko'k Telegramdan, originalidan. Buradan Start Messagingni bosamiz. Telefon raqamini kiritamiz va mana bu tugmani bosamiz, ko'k tugmani. Ko'k tugmani bosdim, ko'rib turibsiz. Yozyapti, kodni Telegram ilovangizga jo'natdik deyapti. Hozir bizda Telegram ilovamiz yo'q, telefonda yo'q, hammasidan chiqib ketdik. Bizga SMS kerak. Mana pastda ko'rib turibsiz, Tap to get a code via SMS degan buyruq bor. Mana shu buyruq orqali SMS orqali kodni qabul qilishimiz mumkin. Mana shu pastdagi ko'k yozuvdagi gapni bosamiz. Mana bosdim. Biz SMS jo'natdik deyapti, ya'ni activation kodni jo'natdik deyapti. Mana SMS keldi. SMS keldi, mana ko'rib turibsiz. Endi bizdan ikkinchi qadamdagi ikkinchi bosqichli parolni so'rayapti. Menda 2 bosqichli parol o'rnatilgan, ya'ni bu two factor authentication deyiladi. Men parolni kiritaman. Va mana Telegram ilovamizga kirdi. Ko'rib turibsiz. Telegramga kirishimiz muvaffaqiyatli tarzda amalga oshirildi. Xo'p, ba'zilarda SMS kod kelmasligi mumkin. Agar siz 5 marta, 6 marta ko'p bora uringan bo'lsangiz, Telegramga kirishga sizda ham shunaqa muammo bo'lishi mumkin, ya'ni kod kelmasligi mumkin. Faqat siz Telegramning original ilovasidan foydalanishingiz kerak, ya'ni ko'k Telegramdan qolganlaridan foydalansangiz o'xshamasligi mumkin. Xuddi shunday qilib siz ham Telegram akkauntingizga kirishingiz mumkin bo'ladi. Shunaqa do'stlar, agar sizda muammolar bo'lsa, izohlarda yozib qolding, javob berishga harakat qilaman. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Bu bizga yangi videolarni chiqarishimizda motivatsiya bo'ladi. Do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha